Aziz yurtdoshlar, yonishini qarang. Atrofot pech. Yonishiga gap yo'q. Juda ham yoqishi idealni 1 gram tutundan tashqariga chiqarmaydi. Internetga ko'rib o'zimizcha ixtiro qildik. Birinchi martaga normali juda ham a'lo desak bo'laveradi. Bu yog'iga zaxira bachokchasi qilamiz. Bir marta zapravka qilgan paytga bir sutkaga yetadigan qilib taxlaymiz. Xudo xolasa ertaga buni ham отдельный snimat qilib sizlarga ko'rsatamiz.